Assalomu alaykum aziz insonlar. Ta'mi va mazasi achchiq bo'lgan oziq-ovqat mahsulotlarini me'yordan ortiqcha iste'mol qilinganda inson umurtqa va qo'l-oyoq bo'g'imlarining suyaklarini orasida joylashgan shilimshiq modda inson organizmi tomonidan yetarli miqdorda ishlab chiqarilmay qoladi. Natijada inson umurtqa va qo'l-oyoq bo'g'imlari juda qattiq va kuchli og'riydigan bo'lib qoladi. Harakatlanganda tirsillagan tovush chiqadi. Bu holat uzoq davom etadigan bo'lsa, inson umurtqa va qo'l-oyoq bo'g'imlarining suyaklari bir-biriga ishqalanib, yemirilib ketadi. Natijada inson umuman harakat qila olmay qoladi. Bu kasallikni oldini olish uchun insonlar ta'mi va mazasi achchiq bo'lgan oziq-ovqat mahsulotlarini ozroq miqdorda iste'mol qilishlari kerak. Bu kasallikni davolash uchun ertalab va kechki paytda kunda 2 mahal ovqatdan so'ng ta'mi va mazasi taxir va nordon bo'lgan meva va sabzavotlardan va poliz ekinlardan va oziq-ovqat mahsulotlaridan ozroq miqdorda iste'mol qilishlari kerak. Yoki bo'lmasa ertalab va kechki payt ovqatdan so'ng no'xatdek keladigan achchiq toshni yarim piyola dog' suv bilan birga iste'mol qilishlari kerak, kunda 2 mahal. Ana shunda juda qisqa vaqtda oradan 3-4 kun o'tgach, Xudo xohlasa, mana shu aytganlarim sabab bo'lib, mana shu kasalga chalingan insonlarga Alloh shifo beradi, Xudo xohlasa. Barchangizdan Alloh rozi bo'lsin.